Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli kişi pidayla ikranın kürmanları hemmalarınki muşu vakti ve bugünkü kinki vakti hayırlı olsun. Pidayla ikranınki Kur'an'ın nezer programınınki 76. kısmında da sizler bilen yine görüşüşke nisip oldu. Bugünkü dersininki asas temisi de savap tuzuqı degan tema oldu. Bunun da savap celib qilarlik bilan hammaylarning xiyolini boy qiladigan ajoyib bir kuch. Lekin u nereden manbalangan, qanday paydo bo'lgan, kim kapolat bergan, qachon, qandoq, qanchalik degandek taraflarda Qur'ondagi belgimalarga bir nazar salaylar. Asrlardan beri oldinib ketayotgan insonligimiz endi bo'lsa-mu haqni tunib yetsin, aldınışlarga xatimi bersin degan umidda bugün bu Qur'onda nazar programınınki 76. qismida sizlar bilan birga. Assalomu alaykum ustozlar, qanday ahvollar, yaxshimi? Va alaykum assalom. Bu programda Londondan Kerem Zahir ustoz sunyotidi. Men riyosatchilik qilyapman. Oq maydonda bizningki fidoyi qarindishimiz Ahmed Qashqar fidoyi birlikte üçeylen hemkarlık sunyapmiz. Bugün 76. kısımda yüz görüştüğü günüge Allah'a min qadre şükre. Ustaz, bugün şu savap tuzuqı dep koydak andan. Neymiş qidesek anda bu bizning cemiyette anı qısan mançilik savap, mani qısan mançilik savap dep ay savap bilen adamlarni bek naq ketidi, aldab ketidi. Xud ibadet qo'ylam, ibadet aşı xud Budistlarga o'xshash, rohiblarga o'xshash. İbadet bo'lsa bo'ldi. O dunyolikdan neri beri bo'lishimiz kerak deganga o'xshash. Mushunda xato tushunchalar bilan bizning millatningki musulmon keng xalq ommasiniki nelarda qolganligi ko'zimizga yüzümüzdeki 5 qo'lidaglar, 5 barmoqimizdaglar aniq ko'rinyapti. Mushu savab to'g'riliq Qur'on Karimda bir oyat bormi? Özleri bir mush to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsalar. Assalomu alaykum. Dunyoning aqasi yerlari hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Alaykum assalom. Qarindoshimiz Abdulaziz Beshto'riq hozir tunishtirgandek, bugun savab tuzuqi degan mavzu to'xtaldi ekanmiz. Bu savab deganni aslida to'g'ri bir kelima bo'lsa-mu, ammo uni tarixda bizga nurg'un o'rinlarda tuzaq qatorida qo'llangan bo'lg'achqa bu nemani darsning o'zini savab tuzuqi deb o'zi atagan bo'ldik. Aslida bundoq bo'lmaslik kerak edi. Savab degandan to'g'ri bir shaklda tushuntirilishi kerak edi. Ammo bu keyingi vaqtlarda tuzaqqa aylanganligi uchun insonlarimizning o'zini vayron qiladigan bir tuzaqqa aylanganligi uchun buni savab tuzuqi, savobni tuzaq tarafining o'zini, ya'ni to'g'ri tarafini hech bir zaman tanqidlamaymiz, tanqidlab baxmadik zaten. Ammo uniki haddan eshib ketgan, tuzaqqa aylantirilgan tarafining o'zini tanqidlash maqsadida bu mavzuda to'xtalish oldi turyapmiz. Savab deganda asli Qur'oni Karimda buni jazo yoki mukofot, yana shu qilgan ishiniki netinchisi qatorida Alloh taolo bayon qilganlik. Misol Estağfirullah Sura Nisa'niki 134-oyatida "Men kana yuridu savabad dunya fa indallahi savabud dunya vel ahire ve kana Allahu semian basira" degan mush oyatning o'zida
Dünyada bir insan netinci kazanmakçı olsa Allah Teala şu dünyada onu bir netinci kazandırdığı ahirette mi netinci kazandırdığı eğer o insan dünya ve ahiretlik netincinin özüne kazanmakçı olsa bunu Allah Teala kazandırdığı hakkında bayan verdi. Yani bunun hemmisi neymi bolup diye vaxtıda yani bu Sure Ali İmran'daki 195. ayetinde bunu tefsila bayan kılıp Kulillahumma malikel mulki tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ diyen ayetin ahırısında Festecabe lehum rabbuhum enni la udi'u amele amilin min zekerin ev unsa ba'duhum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ degan muşu ayetlerde onu bayan kılıp. Yani bu ayetdeki umum mazmununa qarığa vaxtıda insanlar dünyada qılğan işiniki dünyada aldığan netincesi ve ahirette aldığan netincesi qatarda bayan kıldı. Savab degan ne? Muşundaq bir narsa degan. Qılğan işi ve endi bu qılğan iş to'g'riliq biz yuqorqi darslarda yamanjiq bayonlarda bo'ldik. Her bir insonga buyurgan ishda Alloh taolo taqvo kelimasini ishlatdik. Bu taqvo to'g'risida to'xtalgan vaqtda buni alohida to'xtalgan bo'ldik. Taqvo kelimasi birlashmagan holatdagi ijroat tamoman xato bo'lganligini Alloh taolo bayon qildi. Masalan, namoz o'qigan odammi taqvo nemasiga tushmasa, taqvo o'zi bir o'lchimiga tushmasa, jihad qilgan insonlarmi taqvo o'lchimiga tushmasa, xayr ihson qilgan insonlarmi taqvo o'lchimiga tushmasa, o odamlar asla o'zi Allohning oldida yaxshi o'zi bir mukofotga erisholmaydiganligi haqida yuqorqi darslarda to'xtaldik. Buningdan yana shu hisob bo'ladi. Bu qanday bo'ldi degan vaqtda bir odam jihad qilgan bo'lsa, o jihadning o'zini o'z o'rnida, o'z vaqtida, shuning o'zi shu zamonga loyiq holatda qilmagan vaqtida o jihad tamoman o'zi savob ayir qilib qolsin, jinoyat bo'lmoqda. Misol, bizniki nurg'un qarindoshlarimiz nurg'un yerda Afg'onistondaymiz, Suriya, Iroqdaymiz, mana yerda bunda jihad qilamiz deb yugurib yurgan qarindoshlarimiz bor. Bugunmi ko'rdik misol shuniki yugurib yurgan yerlarni. Jihad qilish degan bir kelimani tutib olish va shuning qarta harakat qilish tamoman o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Jihad qilish u bir farz bo'lsa, jihadni o'z joyida qilish, ya'ni o'zniki dushmanga qarshi qilish va o'z vaqtida qilish. Bu o'zi nihoyatda muhim bir masala. Agar o odam o jihadning o'zini, o kurashning o'zini o'z joyida qilmasa, boshqa yerga berib o'ziga dushman bo'lmagan insonlarga qarshi kurash qilsa, savobni deb. Hozirgi vaqtda savob uchun ketyapti bular. Bu odamlarga Allohning dargohida asla savob bo'lmaydi. Allah Qur'onda deydi buning o'zini. Masalan, bir odam xayr ihson qilgan bo'lsa-mu, xayr ihsonni taqvolik bo'lmagan xayr ihsonda hech qanday savob bo'lmaydi. Masalan, u xayr ihsonni bir yerga qilib, u xayr ihson qilingan insondan bir narsa kutish. Ash odam o'zi keyin men bir ish ko'rsam, ishim menib qolar. Yoki bo'lmaydi, men bu odamga bergandikim bir narsaning o'zini u o'zi mening oldimda menga hurmat qildigan bo'lar. Hech bo'lmasa hurmat tamoq qilib, yoki bo'lmaydi o'zining ishiga yaraydigan bir ish tamoq qilish maqsadida qilgan bo'lsa, o odam taqvolikning o'zini, xatolikdan saqlanmagan bir xayr ihson qilgan bo'ladi. Uning hech qanday savob bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshash, masalan, hozir qilinayotgan ishlarda bizniki qarindoshlarimizniki jihad degan bir maslik kelgan vaqtidami, jihadni Alloh taolo o'zining dushmaniga qarta, ya'ni sizlarga kim tajovuz qilgan bo'lsa, shuning qarshi kurash qilsanglar, bu jihad bo'ladi. Yani o cihatını özellikle düşmana karşı köreş kıldığı vaxtda o cihatın her türleri var mesela. Bir zamanlar oldu, özümüzün teyyarlaydığı zamanlar oldu.
hech qanday ish qilmay turib bolalarimizni o'qitib, sonimizni ko'paytirib qilgan bir zamonlar bo'ldi. Uningdan keyin uning o'zi tayyorlik qilgan zamonlar bo'ldi. Dushmanimizniki zodi shu kurashni boshlag'ichilik, shu amaliy kurashni boshlag'ichi orliqda tamoman tayyorlikni hamma tarafdan tayyorlik qilib o'zimiz zodi shosh turishimiz kerak. Shuni ishni boshlaydigan zaman kelgan vaqtida endi yana men shunday qalam ko'rishi yoki bo'lmaydi namoyish qilganda bunday ko'rash qilim deb turib olishning o'zi tamoman xato bo'ldi. Ya'ni demakchi o'g'il nima desa, qurolli kurash qildigan vaqtda qurolsiz kurashlarga intilish, qurolsiz kurash qildigan vaqtda qurolli kurashga intilish yoki o'z vatanidagi o'ziga qarshi dushmanga o'zining dushmaniga qarshi kurash qildigan yerda uni tashlab qo'yib, boshqa bir yerdagi o'ziga dushman bo'lmagan insonlarga qarshi kurash qilish. Ya'ni buning hammasi nima degan vaqtida taqvoliq bo'lmagan kurash bo'ldi. Ya'ni xatolikdan saqlanmagan, xato qilgan kurash bo'ldi mana shu vaqtida. Buniki o'zi hech qanday Allohniki dargohida savob bo'lmaydi. Ya'ni u yerda sen o'sha yerda kurash qilsang, jannat kirsa, ani qilsa, mani qilsa, mandaq savob olsa deb, bu yer savobdan iborat bir to'zoqning o'zini tayyorlaganligi va bizniki bu yerdagi qarindoshlarimiz yo'disa, berib shu to'zoqqa dastiganligi hisoblanadi. Ya'ni bu bizniki xato, ya'ni savob degan bir to'zoqning sababidan millatimizniki ichida nurg'un insonlarniki xarob bo'layotganligi, vayron bo'layotganligini mushahidni ko'rib olamiz degan gap. Ilm o'qigan vaqtda degan vaqtda ilm o'qigan vaqtdami taqvoliq hisob qilindi. Ya'ni bu nima degan bo'ldi degan vaqtda biz misol Uyg'ur millati, Sharq Turkistonlik unda bo'lgandan keyin biz ilmni o'qishimiz lozim boshqa yerdan, ammo u ilmni millatimizniki ilm sohasidagi bir bo'shliqni to'ldirib, millatimizni taraqqiy qildirish, millatimizning o'zini shu sohada o'zi yetaklash, to'g'ri yo'l ko'rsatish maqsadida o'qishimiz lozim. Bu o'zi to'g'ri bir o'qish bo'lgan bo'ldi. Agar biz boshqa yerga berib bilim o'rganmay, boshqa millatning madaniyatini, urf-odatlarini ilm qatorida aklib, xalqimizga uning o'zini din nomi tashkil qilish orqali o'z madaniyatimizni, o'z urf-odatimizni o'zini vayron qilish maqsadida yoki o'z urf-odatimiz, madaniyatimizni sat ko'rsatish bilan o'zi boshqa millatning madaniyatiga, boshqa millatning urf-odatiga millatimizning o'zini yuzlantirish, uning kirishni tashviq qilish bu o'zi xato ilm o'rgangan bo'ldi. Ya'ni bu isrof qatorida nima qiladi? Qur'onda buni isrof deydi. Bu o'zi birinchi xato ilm o'rganish jarayonida o'zining hayotini isrof qilganlik hisoblanadi. Ikkinchi degan vaqtda millatga milliy kimligini vayron qilish, millatga xoinlik qilish, millatniki o'zi milliy madaniyat, milliy urf-odatlariga xoinlik qilish badiga u o'zi millatga ziyonkashlik qilgan bir xiyonat yo'q hisoblanadi. Unda bo'lgandan keyin bu ilmniki hech bir zaman o'zi ahamiyati bo'lmaydi. U yerda ham u odamni nimaga dastagan bo'ldi desa, diniy ilm o'qisa qanday savob bo'ladi degan qancha savob bo'ladi. Misol o'zi nurg'un rivoyatlar bor. Shu diniy ilmni o'qish uchun bir qadam mangsa, u odamga qanchalik savob berilganligi haqida shunday yozilgan o'zi nurg'un shunday rivoyatlar bor. Shunday rivoyatlardagi savob degan to'zoqqa dastash orqali arab urf-odatlari, arabning madaniyatlari bu narsani o'qish orqali millatga misol shuni din ko'rsatish badliga solgan ziyonlari qarta u odam hech qanday savobga erishamaydi, hatto jazoga erishadi qiyomat kuni degan gap. Ya'ni bundan nurg'un qarindoshlarimiz bizni xato bir narsani his qilishi mumkin. U narsa nima desa, arab dushmanligi paydo qilyotdi deydigan bunday ko'z qarashlar paydo bo'lishi mumkin. Bizda arabga dushmanlik qilgan hech qanday o'zi nemimiz yo'q, niyatimiz yo'q. Arab bizniki zaten dushmanimiz emas, do'stimiz emas, hech narsa emas, bir insonlar ular. Vaqt kelsa do'st bo'lamiz desa, do'st bo'laveramiz, hech qanday bir problem yo'q. Ammo bu hech qachon boshqa millatniki do'stligini millatimizniki vayron bo'lishining ustiga qo'ymasligimiz lozim. Ya'ni millatimizniki vayron bo'lishi yoki savob degan bir narsaniki borasida u millatimizni vayron qilish badiga boshqa millatniki madaniyat, til va u boshqa millatniki
din nomida o'rgangan narsamizni millatni o'zi vayron qilish bedliga qilmasligimiz lozim. Bu o'zi bizni savob degan bir jumla so'z orqali bir o'zi to'zoqqa tushganlik hisoblanadi misol. Onun o'xshagan nurg'un narsalar bor. Misol yilga haj qilish, umra haji deb hozir tepib qoldi Yevropada qishincha kun ko'rish uchun bo'lsa-mu, hozir sayohat qilamiz deb shu Arabistonga borib, Makka, Madinaga borib aylanib keldigan shunday ishlar nihoyatda avjab ketdi. Yevropadami 5 kun, 10 kun, 20 kun aşağısıga berib aylanib nim qiladi endi. Umra haji deydi uni. Ammo bumi bir to'zoq. Ya'ni savob bo'ladi degan to'zoqqa asosan bular qanday qiladi desa, haram aşağı borgan bo'ladi, berib shu yerda o'zi shu Ka'bani aylangan bo'ladi, o'zi haj qilgan bo'ladi, undan keyin o'zi nurg'ulgan savobni olgan bo'ladi. Ammo amaliyat ko'rgan vaqtda amaliyatda o'zimizniki nurg'ulgan iqtisodga ehtiyojimiz bor misol. Biz bir mustamlik bir millat, mustamlik bo'lib odatdagidek bir mustamlik emas uning ustiga. Dahshat bir mustamlikka tushib qolgan bir millat. Bundaq millatniki nurg'ulgan o'zi tashkilotlari bo'lish kerak. O tashkilotning ichida xalqaro o'zi nima ishlarni qilish uchun nurg'un odamlarimiz o'yinib menish kerak. Buningga tamoman pul kerak misol. Bu pulning o'zini biz shundaq o'zimizni qutqizdigan, o'zimizning bolalarini qutqizdigan, shundaq kelajagimiz uchun dasma selishning o'rniga savob olamiz deb bu savob tuzuqqa asoslanib turib, biz haramga berib shu arablarga tashlab berib, kelayotganligimizning o'zimicha degan vaqtda bu bizniki nihoyat xato bir ishni qilganligimiz, savob degan bir tuzoqqa dastash orqali aşağı berib, o'zimizniki topgan taginimizning o'zini shu yerga tashlab berib, o'zimiz uchun xashnamaslikdan iborat bunday bir xato ishni qilganligimiz bo'lgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerga dars nima degan vaqtda biz har qanday narsaga savob bo'ldi degan vaqtda uni bir qancha qatim o'ylanishimiz va Qur'oni Karimdagi shu sohaga kirib turib, rost qanday qilgancha savob bo'ladi. Shu ishning o'zini takror qilaversak savob bo'laveramdi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom Makka tug'ilgan bir odam hayotida shu Makkani fath qilgan chaqda bir qatim berib tavob qildi shu Makkaning o'zini. Uningdan boshqa vaqtda berish imkoni bo'lsin, bormabdi. Undaq bo'lgandan keyin biz nima uchun yilga bordik ekanmiz degan narsaning o'zini o'ylash lozim. Yani payg'ambar, hattoki butun payg'ambarlar Qur'oni Karimni echib ko'rmoqchi bo'ldi. İbrahim alayhisalom shu Ka'bani sog'an bo'lsa, Ka'bani sog'andan tortib toki Muhammad alayhisalomgachilik orliqda hech qanday bir payg'ambar Ka'bani tavob qilgan payg'ambar yo'q. Musa alayhisalom, İsa alayhisalom, Zikriya alayhisalom, Yunus alayhisalom bo'lsin, Yaqub maydu, Yusuf alayhisalom bo'lsin, bütün payg'ambarlar, shu O'rta Sharqda yashagan payg'ambarlar hech birisi haramga berib kelaydi deb o'tirib, Ka'baga o'zi haj qilish uchun kelgan bir payg'ambar yo'q. Misolda faqat payg'ambar alayhisalomni Makkani fath qilgan vaqtida ziyorat qilgan faqatla. Bo'lmasa Makkani fath undan keyin o'zi berish imkoni bo'lgan vaqtidami bormagan. Kelar yili Abu Bakrning o'zini Makkaga evatgan vaqtidami nima sababni evatgan degan vaqtida mushriklar mushildan keyin Ka'baning o'zini, ya'ni Makkaga o'zi kirishgan, haramga kirishga bo'lmaydi degan e'lonni anglatish uchun Baroatu minallohi va rasulihi degan o'zi oyat shu vaqtda tushgan. Ashuniki oldidagi o'zi bir qancha oyatning o'zini shu yerda yetkazish uchun Abu Bakrni o'mak boshliq qilib shu yerda evatgan payg'ambar alayhisalom. Bo'lmasa hech bir sahobaning o'zi yilga umra hajiga berib aşağıda iş qilsak, aşağıda o'zi ibodat qilsak, ibodatimiz yomon o'zi jiq savob bo'ldi ki degan o'zi savobning to'zoqqa dastash orqali aşağı berib jugan emas. Uningdan boshqa nurg'ullar ishlar bo'ldi, shu ishlarni qilgan misol. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda bizniki o'zimizga nihoyat cho'ng hozirgi vaqtda iqtisod kerak bo'layotgan shunday bir sharoitning o'zida biz iqtisodimizning o'zini nari yo'qlan bir ishning o'ziga sarf qilishimiz bu biz uchun cho'ng bir o'zi jinoyat ham xatolik. Ya'ni bundaq ishni qilish orqali biz aslo o'z savob topolmaymiz. Savob
birinchi o'zimizni va o'zimizniki oilasini, o'zimizniki qarindoshlarimizni, butun millatimizni va vatanimizni qutqizishdan iborat. Bundan ortiq savob dunyoning hech qanday yerida bo'lmaydi. Ya'ni u yerda vatanni qutqazgan vaqtida biz borlig'imizni va butun xalqimizni, ya'ni million xalqimizni qutqazgan vaqtida buning savobi millionlagan savoblar bo'ladi. Bu vaqtda biz haqiqatan Allohning oldida bir savobga erisha olamiz misol. Yani şu aşındak savaplarniki tuzug'un yana bir nima degan vaqtida rivoyatlarda bor, kimki haramda 2 rakat namoz o'qisa 100 ming rakat namozniki savobi bo'ladi. Kimki Masjid Nabaviyda 2 rakat namoz o'qisa 10 ming rakat namozning savobi bo'ladi. Kimki Masjid Aqsoda 2 rakat namoz o'qisa 1000 rakat namozning savobi bo'ladi. Degan mushundaq bir to'zoqni qurish orqali musulmonlarni davomli aşağı berib, pulusini aş arablarga berib, arablarni beqish maqsadida arablar sayohatning o'zini kuchaytirish uchun bundaq bir narsani o'zi shu vaqtda o'ydirib chiqargan. Uning uchun bu o'zi butunlay bir to'zoq misol. Biz bu haramniki Ka'baning ichiga hozir hech kim kiramaydi-ku. Ka'baning ichida turib 2 rakat namoz o'qiganlik bilan Yevropaning har qanday bir yerida turib 2 rakat namoz o'qiganing hech qanday farqi bo'lmaydi. Misol. Hech qanday bir yerda Alloh taolo aşağıda 2 rakat namoz o'qisang, uning savobini bakchiq beryaptimi? Boshqa yerda o'qisang, uncha ola bermayman degan hech qanday bir yerda oyat yo'q. Ya'ni uni biz to'g'ri Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan shaklda o'qiy olsaqlar, uning savobi bo'ladi. Undaq bo'lgandan keyin biz u yerda savob bo'ladi deganning o'zini biz Qur'oni Karimdan har sohada aqtirib ko'rishimiz lozim. Hem uniki to'g'ri qilgan vaqtida savob bo'ladi. O ishning o'zini qilavergan savob bo'lmaydi. To'g'ri qilgan vaqtda savob bo'ladi. Misol hozirgi vaqtda bizning qarindoshlarimiz Suriyada Suriyadagilar bilan birlashib shu urushga kirib ketgan o'xshaydi, aşağıda tümütözeni ko'tarib yurgan nemisini ko'rsatib qo'yibdi. Savob bo'ladi deb qilyapti shu qarindoshlarimiz. Ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda boy degankidek jihodning o'zini o'zingning jihod qilgan maydonida, o'zingning dushmaniga qarshi o'zingniki o'z jihod qilish vaqting kelgan vaqtida, pishib yetilgan vaqtida o kurashni, o jihodni qilsang, sana savob bo'ldi. Bo'lmasa boshqa yerda beshin qaygan vaqtida, putung taygan vaqtida beribdiki u yerga berib, sana hech qanday chaqilmagan odamni o'tirib, o tarafdan Allohu akbar deyotgan, ma tarafdan Allohu akbar deyotgan, her ikki taraf Allohu akbar deb bir-birini o'ltirish bilan hech qanday savobga erishamaydi. Birinchidan, ikkinchidan o'zi boshqa bir o'zining dushmani bo'lmagan bir insonlarga qarshi kurash qilish bilan aslo o'zi savobga erishamaysiz. Alloh taolo bu yer Qur'on nima deydi desa, "Va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin" degan o'zi oyatni bizga bayon qildi. Bu nima degan vaqtda sen tajovuz yo'qma. Alloh tajovuzni yaxshi ko'rmaydi. Bu boshqa bir millatniki yurtiga berib, ularni o'zi o'ltirib qilishning o'zi nima desa tajovuzchilik. O odamlarni Alloh taolo aslo yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rmagandan keyin buning aslo savob degan narsa bo'lmaydi degan gap. Yana shu hozirgi jihad to'g'riliq gap qolib aytgan shu gapni ko'rgandan keyin men nihoyatda o'zimni huzursizlandim. Shuniga jiqaraq o'zi bu to'g'riliq to'xtalib qolgan bo'ldik. Misol bir odamning o'zi bir Qur'onni yod olsa, u o'ziniki jamiyatidan 70 pushtidan o'zi 70 odamning o'zini jannatga kiradi degan bir to'zoq bor. Qur'onni yodlasa. Bu qarilarni, insonlarni qari qilish uchun shunday o'zi to'qib chiqqan bir rivoyatlar. Buni hech qanday bir o'zi uni Qur'onda bor uningga qarta oyat. O Qur'oni Karimni haqqa tilovatihi. Haqiqiy o'z o'qish, ya'ni bilish niyati bilan o'qimaganni o'qisa, ulayka yu'minuna bihi. Bu yerdagi maqsadning hammasi nima desa, ishinish, o'qib,
Onunki içindeki haqiqatni bilgandan keyin, ha bu to'g'ri bir kitobga, Allohning kitobiga deb uniga iymon keltirdi. Iymon keltirish maqsadi endi buni ishonsam bo'lamdi, bo'lmamdi deb o'tirib o'qib, haqiqiy shaklda o'qib, uning ishongan vaqtda onun savab bo'ldiganligi to'g'riliq Qur'oni Karimda oyatlar bor. Bu nima degan vaqtda, ya'ni hech narsani bilmay turib, alhamdulillahniki tarjimasining nima ekanligini bilmay turib, kecha kunduz uning o'zini yodlab, qari bo'lib, uning o'zi 30 par Qur'onni yodlayapsizmi? Uningga Alloh taolaniki bu o'zi oyatiga asoslangan vaqtda hech qanday savobniki bo'lmaydiganligini bayon qiladi. Yani qarindoshlarning ichida nurg'unliganlari shu soat to'xtalyapti. Qur'oni Karimda hech qanday uniki ma'nosini tushunmasimi, quruq o'qib qo'ysimi, uniki savob bo'ladi deb insonlarni hech bir uni tushunmay o'qishga targ'ib qilib, shunday o'zi narsalarni bozorga solyapti. Bu nihoyatda bizga o'zi to'g'ri kelmaydigan bir narsa, ya'ni o'zi bo'libmi diniy sohadagi diniy olimman deyotgan insonlarniki deyishga tegishli bo'lmagan bir narsa bu. Bu amalni bir şu insanlarga tushuntirib, o insonlar qanday to'g'ri yo'l mang'alaydi, shuning bir yordamchi bo'lishning o'rniga texim bak az radikallashib, texim dötlashib ketish uchun o insonlarni shunday o'zalqi tushunmay o'qisimi bo'laverdi degan niyaga tortyapti. Bu nihoyatda o'zi cho'ng bir xatolik, ya'ni diniy sohadagi insonlarga diniy sohadagi qarindoshlarimiz bunday gaplarni qilishda diqqat qilish lozim. Xalqimizga to'g'ri narsani o'rgatishga, ya'ni to'g'ri bir niyatda bir narsa o'rgatishga millatimiz qanday bo'lishi qat'iy nazar bir to'g'ri bir yo'lda menish uchun yordamchi bo'lishga davomli o'zi harakat qilish lozim, shu sohada gap qilish lozim. Ammo millatimiz texmbek o'zi qora qo'saqlashib ketishiga bunday xalqqa nim qilish, kuch chiqarish, shu sohaga so'rash bu bir jinoyat hisoblanadi. Mishada bir narsa so'sam bo'ladimi ustoz? Bo'ldi. O'shalaqa savob to'g'riliq. Bu savob degani arabcha kalimami. Agar Qur'onda o bo'lsa, qaysi oyatda bor? Mushuni bir ufqim botdi. Hozir dedi shu nimaning o'zida bak jiqgan, o men bir 3-4 ta oyatni keltirib qo'ydim. Misal shu sura Ali İmran'ın 195-oyatida Fastajaba lahum rabbuhum anni la udiyu amala amilin min zakarin aw unsa ba'duhum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Degan muşanın özü nima degan vaqtda savab degan so'zning o'zi jazosi yoki netinchisi. Biz aytgan vaqtda netinchisi desak bo'ladi. Netinchisi degan ma'noni bildirdi. Demek bu nima degan vaqtda bir odam Alloh yo'lida kurash qilib, u yo'lda o'lib yoki o'ltirilib qolgan bo'lsa, o'ltirilib qolgan bo'lsa, bu odamlarga yani o'z vatanini qo'g'dash uchun, o'ziniki iffat nomusini qo'g'dash uchun, o'zining borlig'ini qo'g'dash uchun u odam urush qilgan bo'lsa, o'ltirilgan bo'lsa, Alloh taolo deydiki, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Ularning xatoligining o'zini yapma deydi. Ve la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Aslında östənlər ayaq tursan cennet gördürmə. Men bunun özü savaben min indillah. Allah'ın dergahı verildiğin öz mukafat men muşu. Yani netince mavalqı jaza dep bayan qılıdı ki bu nimenin özünü jaza degenin özde hem de Arapçada jazanı iki xil şekil düşendirdi. Yaxşı jaza, yaman işqi yaman jaza degendek. Yani biz yaxşı jaza dep ifadelemaymiz Uyghur tilida. Yaxşı mukafat. Yaxşı mukafat verdi, yaman işqi jaza verdi misal. Yani yaxşı iş kelgan vaqtda savab mukafat degan ma'noga keladi. Yaman ish kelgan degan vaqtda jazo degan ma'noga to'g'ri keldi. Yana netincha degan o'zi oxirgi netincha men mushundaq bo'ldi degan xulosani chiqarsa bo'ldi. Yana o'zi Qur'onda hal suvibal kupparu makanu yap'alu degan shu sura Mutaffifin surasindagi 36-oyatida shu savobni bayon qildi.
Hal suvibel kupparu makanu yap'alun deganning o'zi kafirlar o'zining qilgan ishlari qarta jazolanibdimi, jazo berilibdimi degan ma'noda ishlatildi. Ya'ni bu demakchi bo'lgan, ya'ni yomon ishlarga kelgan vaqtda jazo. Yuqorqidek yaxshi kelgan chog'da mukofot. Ya'ni mana bu sura Qasasniki 80-oyatda va qalallazina utul ilma veylehum savabullohi hayrun min liman amana va amila solihan va la yomon kichikkan bu xat. Wala yulaqqaha illa sabirun degan mush oyatning o'zidimi nima deydi degan vaqtda bu yaxshi ishga kelgan vaqtda savabulloh, ya'ni Allohniki mukofoti degan o'zi qatorida mayda bayon qilyapti. Demak bu savob deganning o'zi, ya'ni ashundaq mukofotni jannatga olgancha jannatda o'zi hurlarni berdi ekan, mo'jilik uy berdi ekan, mandaq o'z narsini berdi ekan deb ashundaq ashundaq mukofotlarning o'zini, savoblarning o'zini insonlarga ko'rsatish orqali o'z xato bir yerga menishiga o'zi sabab bo'lgan bundaq ishlarni qilish bu bir jinoyat hisoblanadi. Shuning bu yerda Qur'onda uning qarta umum bir qoida bor. Bu qoida nima desa, Zalzal surasidagi 7-8-oyatida "Faman ya'mal misqala zarratin xayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara." Hech bir yerda hisobsiz savob beradigan, mukofot beradigan bundaq qoida Qur'oni Karimda aslo yo'q. Qur'oni Karimdagi prinsip nima degan vaqtda zarrachilik yaxshi chiqsa, shuning loyiq mukofot beradiganligi va zarrachilik yomon ish qilsa, shuning qarta shuning loyiq jazo beradiganligi. Men mushundaq bo'lgan chaqda u nihoyatda o'z muvofiq bo'lganligi, ya'ni boshqa yerda Alloh taolo deydiki, "Va mallahu bizallamil lil abid." Alloh bandalarga hech qachon zulm qilmaydi deydi. Zulm qilmaydi deganning o'zi qilgan ishi qanchalik bo'lsa, shuning qarta bergan vaqtda u zulm qilmagan bo'ldi. Adolat bo'lgan bo'ldi. Adolat deganning o'zi har narsani o'z o'rniga qo'yish, o'ziga loyiq o'z narsani nima qilish, buning o'zi adil bo'lgan bo'ladi. Agar uningga qilgan ishiga loyiq bo'lmay, yo oz yo ko'p berib qo'ysa, u zulm bo'lgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Alloh zulm qilmaydi degandan keyin uning adil o'zi bitirab qildi uni. Adil bitirab qilgan vaqtda qanday qildi degan vaqtda qilgan ish qanchalik bo'lsa, yaxshi ish qanchalik bo'lsa, shunchalik shuning loyiq, yomon ish qanchalik bo'lsa, shuning loyiq jazo mukofotni berdi Alloh taolo degan bo'ldi. Savob mana shunga to'g'ri keldi, jazo mukofot deganga to'g'ri keldi bizniki tilimizda. Ya'ni savob tozug'i deganning o'zidimi, ya'ni qiyomatda bo'ladigan ashundaq o'zi kichkina bir yerda, masalan, ashundaq xato bir maydonda o'lib ketgan odamning o'zimi, mana bu o'zi jannatga kirdi, bu shahid bo'ldi. Buning o'zi mana Alloh taolo uning mandaq hurlarni o'rdi deb yolg'ondan o odamlarga bemincha gap qilib, undan keyin boshqa odamlarni uning qiziqtirib bundaq qilishning o'zi tamoman bir xato bir narsa. Bu savob tozug'i degani mana shu. Allah razı olsun. Qur'onda ibodat sohasida nafli ibodat haqida hech qanday to'xtalgan yer yo'q. Qur'onning o'zini shundoq jiq ko'rib vaqtim, nafli ibodat bor, misol namoz o'qish, ro'za tutish haqida buyruqlar bor. Lekin bu ro'za, namoz haqidagi ibodatlarning ichida nafli ibodat qilish haqida hech qanday bir o'zi ta'limot yo'q. Chunki nima uchun degan vaqtda Alloh taolo buyurgan shu ishni qilsa, u Alloh taologa itoat qilgan bo'ldi. Ibodat degan kelimaniki lug'at ma'nosimi itoat degan ma'no chiqadi. Unda bo'lgandan keyin Alloh nima degan bo'lsa, shuni qilish itoat hisoblanadi. Shuning uchun o'zi Alloh taolo buni nafli ibodat haqida hech qanday Qur'onda bir ishorat yoki bir kelima so'z qilmagan. Endi bu nima degan vaqtda, bu rivoyatlarda degan vaqtda namozga kelgan chog'da bunda olsak nurg'onim namozga jadallashib qoldi deydi. Biz uni jadallashmaymiz. Lekin
İnsanlar bunu to'g'ri tushunishi lozim. Abartmasligi lozim. Hech qanday bir narsaning o'zini joyida qilish lozim. Shu vaqtda savobga erishadigan gap. Masalan, salla o'rab namoz o'qisa, salla o'rmay o'qigan namozdan uning savobi 27 ko'p bo'ladi. Jamoat bilan o'qigan namozniki jamoatga bormay uyda o'qigan namozning 27 savobi jiq bo'ldi degandek, shunday rivoyatlar bor misol. Buniki salla o'rab o'qigan namoz bilan salla o'rmay o'qigan namozniki orasidagi farqni 27 deb uning o'zini shunday savobni va'da qilib shunday qilishlik sabab nima degan vaqtida butun o'zi musulmonlarniki arab bo'lmagan insonlarni arablarniki kiyimini kiydirish, arab qilish assimilyatsiya deymiz hozirgi vaqtida shu maqsadda shunday o'zi ishlarni qiliqliq. Bu sababdan yüzlerce yıl, yani o'zi Abbasiya, Umayya sulolasining ikkisini hisoblab vaqtda 550 yil shuna to'g'ri keldiki, shunday uzun yil musulmonlarniki ustida turib shunday narsalarni degandan keyin bizniki ota-bobolarimiz o'zining do'ppisini tashlab qo'yib, salla o'rab namoz o'qiydigan bundaq ishlar odatga aylanliq. Shuning uchun men davomli shu programmada deyapmiz, biz salla o'rab o'qiganning o'rniga o'zimizning do'ppisini kiyib o'qiganligimiz texmi afzal bo'ldi. Chunki har bir millat o'z milliy kiyimini kiyib turib, o'ziniki qaysi millat ekanligini ifodalab turib, o'ziniki musulmonligini, ya'ni mu'min ekanligini o'ziniki kiyim-kechaklari bilan ifodalab turib qilgani texmi afzal bo'ldi. Chunki o'ziniki Uyg'ur musulmonlari ekanligini ifodalaydigan kiyimlar bilan namoz o'qisa texmi yaxshi bo'ldi. Ayollarımızmı özümüzdeki Uygurlarniki kiyimini kiyip durup, yaşsa Uygurlarniki kiyimini kiyip durup namaz okusa, bu teximbek yaxşı oldu. Yani devamlılık Araplarning kiyimini kiyish, Arapning kiyim medeniyetiga berilish, aş kiyimni içik kirsa, İslamning içik kirganlik his qilish bu butunlay xato bir narsa. İman, e'tiqod boshqa bir narsa o'sha yurakda bo'ladi. Kiyimni içik kirgan vaqtda iymonga kirganlik, uning chiqib ketgan vaqtda iymonga chiqib ketganlik bo'lmaydi. Endi savab degan shu bir kelime ostida qan nimalar maqsad qilingan degan vaqtida bu o'z zamonasida ikki narsa maqsad qilingan. Umayya zamonasida boshlangan bu narsalar keyin Abbasiya sulolasi zamonasida davom qilgan. Shu vaqtda ikki narsa maqsad qilingan asos cho'ng narsalarni balkim boshqa narsalar bo'lishi mumkin, ammo birinchisi Arablar o'ziniki Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burungi qilib kelayotgan diniy ibodatlarni shu dinning ichiga kirdirish uchun shu savob degan narsani qo'llangan. Yani o'ziniki burungi mushrik vaqtidagi dinining o'zini asli keltirib olish uchun bu narsani qo'llangan. Ham nimada haj sohasida asosan hammasidagidek asli keltirilib bo'lganki, shu mushrik zamonida. Hozirgi misol Kabe'ning shu haram masjidga qishib borgan vaqtida Allohumma lak labbayk la sharika lak labbayk innal hamdu wan ni'mat wal mulk la sharika lak degan o'zi shuning hammasi nimaniki mushrik vaqtida o'qiydigan talbiy deydi, buning o'zini arabcha shu narsa ekan endi. Shuni aynan shu davomlashtiruqliq, undan keyin misol ihrom deganning o'zi axlatni kiydigan ishlar tamamen o'zi shu kon zamondagi bir kiyimlar, shu mushrik zamondagi shuni aynan davomlashtirib kelik hozirchilik u yerga u axlatni kiymay turib kirsa, Kabe'ning atrofiga hozir kirgil qo'ymaydi. Bo'lmasa Qur'oni Karimda ihrom deganning o'zi u yerda qilishga tegishli bo'lmagan ishlarni qilish harom degan ma'noni qildi. U yerda misol Qur'onda bor. U yerda
o'limaslik, jadal chiqarmaslik, satgaplarni qilmaslik deganga o'xshash o'z nurg'un shartlar bor. Demak, u nima degan vaqtda shu yerdagi hokimiyatniki nimalarga shu yerdagi qoida prinsiplarga buzg'unchilik qilmaslik sharti bilan u yerda sayohatni qilib tugutish degan ma'noni bildirdi. Uning o'zini opirib, hozirgi ihrom deb axlatni ichiga kirishniga xoslashtirib olgan. Bu shu o'z vaqtidagi Makka mushriklarniki o'z vaqtidagi o'zi haj qilish jarayonida qilib kelgan odatlari. Safa Marvaning orasida masalan yugurish, bu ishlarning hammasi, sayohat qilib nazorat qilish ishlari bo'ladi, ko'rish ishlariga yo'l qo'yiqliq. Ammo u yerda 7 qatim aylanish degan narsaning hammasi shu o'z vaqtida qilib qolgan ishlar, misol. Ashunga o'xshash buniki hammasini so'zlasak, bu haj sohasida Qur'oni Karimda zalik deb Alloh taolo tugutuklik shu hajniki bayonini tamoman so'zlab bo'lgandan keyin men haj deganim mushulardan iborat deb Qur'onda shuning o'zini bizga aniq ko'rsatdik. Ammo biz shu degan vaqtda uni tamoman qarib qo'yib turib, haj boris to'xtalgan vaqtda buni aniq to'xtalamizku. Buni tamoman qarib qo'yib, o'zining xohish bo'yicha, ya'ni shu burunqi shu Hidoyat degan kitobga hammani yozib etgan shu vaqtda shu bo'yicha ish qiliqliq. U butlay Qur'oni Karimda asosan yo'q deyarlik darajada. Masalan, Kabe'ning o'zini 7 qatim aylanish ishlarining o'zimi Payg'ambar alayhisalom Kabe'ga berib 7 qatim aylanganlik to'g'riliq hech qanday bir narsa yo'q, rivoyat yo'q hattoki. Bu faqatla sahobalar shu Kabe kirayotgan vaqtda her charchab kelgan, shunda charchab kelsimi, sizlar charchig'ini his qildirmay, shu Boturani menib kiringlashaga deb Payg'ambar alayhisalom ularga shunday ta'lim bergan vaqtda, ular Kabe'ga besib kirgan vaqtda, Masjid Haromga besib kirgan vaqtda ikki qo'ldan o'zi Boturani menib shunday kirganning o'zini hozirgi vaqtda shu Safa Marvaning orasida 3 qatim aylangan vaqtda shunday ma'nimiz deb ashuni xoslashtirib olaylik, misol. Demak, bu yerdagi nurg'unlig'an shunday narsalar bor. Savob nimasida savob degan bu tuzoq ostida Arablar demak o'ziniki kona dinini asliga keltirib olgan. Birinchidan. Ikkinchisi degan vaqt, ikkinchisi Arab kitobi butun narsalarni qudsal holatga ekib olgan. Arabning tili, Arabning yemak ichmaklari, Arab madaniyati, Arab kiyim-kechaklari, Arabniki meva-chevallari, Arabning hayvonlari, hatto hayvonlarning suydiklari deganga o'xshash shunday narsalarning hammasining o'zini muqaddas bir narsa qatoriga ekib olgan. Boshqa insonlarning hammasiga masalan eng oddiysi ta'allimul arabiyyata va allimuhan nasa fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan rivoyatlarni to'qib chiqqan. Siz arabcha o'rganinglar, boshqalarga o'rgatinglar. Chunki u qiyomat kuni Alloh taolo so'zlaydigan til. Alloh arabmi ham shu vaqtda? Demak, bu qadar yana ilgari ketgan. Mana musulmonlarning o'zini musulmonlarga arablar o'zini shu vaqtda iloh holatga ko'tarib, shunday o'zi savob yana oxirsida shuning o'zini o'rgansang savob bo'ladi degan narsa bor-da bu yerda. Shunday qilib yurib, shu Arab tilini, Arab madaniyatini, Arab millatini, Arab tuproqlarini muqaddas bir narsaga aylantirgan va insonlar u yerga olgancha qudsal tuproq deydigan bundaq bir holat shakllangan. Hozirgacha misol shu Makka Madina hamma odam nima deydi? Qudsal tuproq deydi. Muqaddas tuproq deganmoqchi hamda. Ulug' tuproq degan ma'noni ifodalaydi bu bizniki odamniki kallasida muqaddas tuproq degandan keyin alamat ulug' yaka degan o'zi ma'noga keldi. Ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u arablar u yerning o'zini va muqaddas tuprog'imiz andaq mandaq degan bo'lsa, u arablarniki zaten muqaddas tuprog'i, uni hech kim inkor qilmaydi. Buningdan bizning oldigan darsimiz nima degan vaqtda har millatniki o'zining tuprog'i u millat uchun muqaddas ekanligini bildirdi. Ya'ni arablar o'zining madaniyatini qanchalik maqsad bo'laverdi. O'zining tuproqlarini, meva-chevallarini qanday maqsad bo'laverdi. Misol, xo'talliklar eshigini maqtagandek, shunday bir gap bor bizda. Ayndaq maqtavasi bo'laverdi. Bizmi shuning qarta
özümüzdeki vatandaki meyvechi va o'zimizning taqdiriyalari, o'zimizning vatanning o'zini maqtsak, madaniyatimizni maqtsak bo'laver. Har millat o'z madaniyatini, o'z urf-odatini, o'z tuprog'ini maqtab, shuni qadr qimmatiga yetib, ashuni qadrlab o'tish uniki vazifasi. Arablar uni maqtig'iniga bu rost ulug'ga deyish bizniki vazifamiz yo'q. Tamam, ular mı özünükini muqaddas biladigan, qadrlaydigan. Bu yerda arablarniki bu nemisida muqaddaslashtirish, asli uni qadrlash maqsadiga keladi bu narsa. Onun uchun bizmi-ku degan vaqtda bizmi o'z vatanimizni, o'z xalqimizni, o'z til yezliqlarimizni va o'z madaniyatimizni muqaddaslashtirish, uning o'zini ulug'lash, uni qadrlash qatorida mundaq o'zi gap qilsak, mush qatorida so'zlasak bo'laverdi. Ammo bundan Qur'oni Karim to'sqan yerlar nima degan vaqtda to'sqini biz o'zimizning madaniyatini maqtaymiz, o'zimizniki har narsamizni maqtaymiz, ammo boshqalarnikini haqorat qilmaslik sharti bilan bo'lishi lozim. Qur'on buni o'zini o'tirib qo'ydi. Ya'ni boshqa millatnikini haqorat qilmaysan, ammo o'zingnikini nima desang bo'laverdi, qanchalik qadrlasang bo'laverdi, qanchalik yaxshi ko'rsang bo'laverdi, uni qanchalik o'z taraqqiy qildirishga harakat qilsang bo'laverdi. Ammo boshqalarnikini haqorat qilmaslik sharti bilan bo'lishi lozim deydi Qur'on. Onun uchun bizning qilgan ishimiz nima degan vaqtida hamma millatniki o'zining vatani, o'z vatanida bo'lgan narsallari, qimmatli narsalari, o'zining urf-odat, madaniyatlari o'ziga nihoyat qimmatlik, o'ziga nihoyat e'tibor, o'ziga muqaddas. Ham shundan biz chiqargan dars nima degan vaqtida bizmi o'zimizning narsalarini o'zimiz muqaddaslashtirish, o'zimiz qadrlash, bu o'zimizniki vazifasi ekanligini bildirdi. Ammo bu yerda savob degan narsaning o'zini biz mushundaq yerga ishlatishimiz lozim. Biz o'zimiznikini o'zimiz qadrlash bu o'z savob, ya'ni. Bu Allohning oldida hech qanday gunoh bo'lmaydi. Uni o'zi faqatla bir tal shart ostida, prinsip shu. Biz davomli prinsip ostida to'xtalamiz. Prinsip nima degan vaqtda boshqalarni haqorat qilmagan shart ostida qilamiz buning o'zini. Shu vaqtda bu savob bo'laverdi. Bo'lmasa savob bo'l degan nom ostida boshqalarnikini qilsang savob bo'lmaydi degan qatoriga o'tkazgandekilla u savob shu yerda tugaydi. Ilg'i jannatda silbat rivoyatda debdilar. Allohning tili arabcha o'rgatgan anchalik nim bo'ladi debchi. Bu rivoyatlar hammasi o'ydirma. Hatto Alloh qilgan haqorat bir jinoyat buchu. Albatta. Ilg'i xristianlardan bakan bu ishni masalan Afrikadagi xristianlar o'ziniki Aysosini yoki Maryam onasini sarsimini sizsa shu qora ranglik sizdikan jaluchim. Ma Amerikadagi g'arbdagilar Ayso alayhissalom rasmini sizsa uni oq rangda ayna sizdikanda ayni o'xshash bir ish ekan bu. Ama biz ishlayotgan Alloh andalik ranglik Alloh yoki arab tilidagi Alloh emasda bu. Albatta. Allah bizga arab tili o'rgandingmi deb so'ramaydi. Sana tushirib bergan bu insonlarga rahmat bo'lgan bu Qur'oni Karimni angladingmi, tushundingmi, amal qildingmi deb so'rab birdan-bir so'raladigan narsa shu Qur'onda shu. Albatta. Ajoyib ish ekan. Shuning uchun oxirida deydiganimiz nima degan vaqtda tamom hammamiz bir yaxshi savobga, ya'ni yaxshi mukofotga erishishni orzu qilamiz. Bu bizniki orzuyimiz va nishonimiz. Ammo bu nishonga yetish uchun biz yo'limizni to'g'ri qilishimiz lozim. Misol boy deganga o'xshash har narsani muqaddas bildigan, ya'ni qadrlaydigan bir o'rin bor, uni joyida qadrlashimiz lozim. Qildigan ishlar va uni joyida qilishimiz lozim. Shu biz hozir men shaxsan muhojir bo'lganga 30 yilda eshibdi. 94-yilda qilgan bo'lsam hozir 30 yil
30 yıldan 6 ay eşipti deyli. Muş 30 yıllık işlerimni mundaq hesap qilsam, nurg'un qatim mundaq o'zi qarindoshlarimizniki savob degan nom ostida xato yo'lga kirib, nurg'un qarindoshlarimizni ayrilib qoldik. Mushu 5-10 yil ichida hattoki yamanjiq odamlarimizni ayrilib qoldik. Hattoki bu qarindoshlarimizni ayrilib qolgan oz deb, bular Uyg'urlarning beshiga qora bir narsaning o'zini kaydirib o'lib ketgan bo'ldi, nurg'unlari. Bu nihoyatda yomon bir ish bo'ldi. Uning uchun har qanday bir ishni qilishda biz alqi o'zimizni o'ylamasligimiz lozim. Men jannatga kirib olsam bo'ldi degan bundaq bir narsa o'zi bo'lmaydi. Biz umumyuzlik bir millatni yoki bir xalqni o'ylash orqali ashunga o'xshash bir yo'lda mengib bir netinchi qozonish niyatida bo'lsak, bu vaqtda Alloh taolo bizga savob berdi. Biz düşmanımız bo'lmagan insonlarni dushman tutish, ularning o'zini beka vataniga berib qalaymaqonchilik chiqarish, bundaq ishlar bizga yarashmaydi odatda. Shuning uchun biz har yerda qiladigan ishlarni o'zimizga loyiq qilishimiz qilsak, to'g'ri qilsak, u vaqtda savob bo'ladi. Xudoyim bo'lsa, mushu oldimizga darslardan boshlab ham hozir 70 qancha oldi mushu? 76 mi? 76. derste. 77 darsdan boshlab mushu Qur'onni qanday tushunish, Qur'ondagi nimalarga, prinsiplarga masalani qanday tatbiqlash orqali undan hukm chiqarish deganga o'xshash, misol usul tafsir deymiz, usul fiqh deymiz, asli o'z vaqtida ashniki o'rinda Qur'oni Karim bizga qanday usullar orqali uni tushunishni o'rgatadi. Ash sohada anandan keyin o'z Qur'onni balkim shu har sohadagi, ya'ni har bir masala ustida shundan hukm chiqarib, shu yerda o'zi bir mazmunni ifodalab, isbotlab menishimiz mumkin. Ashuni boshlaymiz. Alloh nasib qilsa inshaalloh. Oldi bilan mush Qur'onni qanday tushunish masalasi ustida va qanday eng chong masalada ikkisi bor mush yerda. Qanday tushunish va masalani Qur'on qanday tatbiqlash orqali qanday o'z to'g'ri hukmga erishish. Mushu ikki masala ustida ikki qatimliq dars qilamiz. Undan keyin ashning davomini, ya'ni davomlashtiramiz davomliq. Undan keyin davomliq mushu qisqa qilib mushu hukmlar ustida to'xtalamiz. Har bir masala ustida bir hukm Qur'onda qanday hukm chiqadi ashning qarta mushuni to'xtalamiz. Buningga o'zi agar o'qigan qarindoshlarimiz bo'lsa, bizga yordamlashsa tehi nihoyatda xush bo'lamiz. Ya'ni ba'zi yerda bizniki kamchiliklarimiz bo'lib qolsa, uni to'liqlashga yordam qilsa, teximiz xush bo'lamiz inshaalloh. Ammo bu yerda biz usul fiqh, usul tafsirning o'zini asla boshqa bir kitobni izlamaymiz. Buning o'zini Qur'oni Karimdan topdik. Shu Qur'oni Karimdagi usul tafsir va usul fiqh orqali insonlarga Qur'onni tushunish, tushuntirish va Qur'ondan ahkam chiqarish ishlarining o'zini biz Qur'oni Karimdagi usul qarta olib boramiz. Oldimizda darslar shunday bo'ladi. 77. derste keparet doğruluk birden sözleyimiz degan bu sözlepersiniz degan Ahmet Pidai. O keparet doğruluk bo'lib kelsa, ondan keyin 78'den başlap an metod şeklinde hep mansaqında ola. Ya. Keparet menimcha shu darsning ichida chiqib deb o'ylayman. Meyli. Yine birisiga Allah Kur'an-ı Kerim'de Davud Aleyhisselam'a tümürünü ve hikmetini bergen degan ayet var. An yine birisiga Peygamber Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ını ve hikmetini degan ayetli vardı şu. Bu yerde şu Davud Aleyhisselam'ın tümür ve hikmetini olsa tümürünü kadar işitiş hikmetini bəzi desək, mən də düşündüm də anlaşım. Bax Qur'anı və hikmətli degan vaqtida Qur'andakı ayətlərdən qandaq to'g'ri hukm chiqarish. Ne o'rgatdi Allah. Shu boshqalarga shuni o'rgat deb tushundim hamda-chu. Albatta. Uning uchun shu
Qur'oni Karimdagi payg'ambarga Alloh taolo hikmatni, ya'ni Qur'oni Karimdagi prinsiplarga selish orqali hukm chiqarishni Alloh payg'ambarga o'rgatibdi. U narsa Qur'onning o'zida bor ekan-ku, shu. Bo'lgandan keyin biz ashuning o'zini millatga to'g'ri o'rgatsak, Qur'oni Karimning tarjimasini o'qigan bir odammi bir masalaga hukm chiqarishga o'zi nima qila oladi? Misol, o'zi ega bo'la oladi. Mana mandaq bo'lsa, mandaq bo'ldi-ku deb, buni misol Qur'onda hukmlar bor, ba'zan hukmlar o'g'ri to'g'riliq, zinoxo to'g'riliq hukmlar bor misol. Zinoxoga 100 qamchi degan hukmlar bor. Ammo bosqinchiga hukm yo'q. Qur'onda prinsip bor uningga. O'g'riga hukm bo'lgan bilan bulanchiga hukm yo'q odatda. Bulanchiga prinsip bor. Ham bu prinsipdan biz hukm chiqarishni o'rganishimiz lozim bu yerdagi masala. Onun qo'shib nurg'un narsalar bor. Misol Qur'ondagi butun hukmlarni bir yerga to'plasa, bir 40-50 tal hukm bo'lishi mumkin. Meniki farzimcha ashundaq masalan nimada meros haqida hukmlar bor. Taloq haqida, haydar ayollarning odati haqida, undan mosh o'g'ri, zinoxo, ashlar haqida bo'lib, hammasi to'plasa 40-50 tal hukm chiqishi mumkin. Qolgan jinoyatlarga hukm yo'q. Prinsip bor. O prinsipga masalani to'g'ri tatbiqlaydigan vaqtida onun o'zini to'g'ri bir hukmi bog'loldi. O hukm zaten insonni qoyil qilgudek darajada bir hukm chiqdi onunda. Qur'onda o qadar hamda shundaq ahvol nima, amaliy ahvolga uyg'un hukm chiqdi-ku. Bu o'zi Alloh taolaning hozir sil degan o'xshash payg'ambarga o'rgatgan bir hikmat bu. Hukm chiqarish usuli munosibqa vaqtida. Onun için bunu onu öğretmezsen onun hadisini, rivayetlerini, başka bir nersini destek oluşu yok kılıtırlıkken de. Elbette. Misal ben mavi emde bir küçük araklıymış usul şaşi deydi bunun özüne. Şu nime emde fikri hüküm çıkarış usulü diyen qarta tuzib chiqqan kitap. Buniki misal Nurul Anvar deydigan, Tavzi deydigan, tanqid deydigan ashundaq o'zi nimalar bor. Cho'ng aşı har birisi Qur'onda necha chiqqan kitaplar. Ashundaq usullarni tuzuklik, usullarni o'qisa insonlar zaten hukm chiqaramaydi hech qanday. Hukm chiqaramaydigan holatga akvetish uchun ash narsani o'qitdi deb o'ylayman men. Yakında muşallaka İslam dini akıl dini emas, nakıl dini diyen gepek yarab ketdi. Yani muşu to'g'riliq bir ikki yig'iz yaqib paslik qolmay. Muşu dersimizga aloqador qo'ydi. Allah Allah. Qilib men bir 2-3 minut qilib onun o'zini. Qur'oni Karim nima bu yerdagi aql dini emas, naql dini deyishda bu odamniki nima demoqchi bo'lganligini men yaxshi tushunaman. Chunki men oshqozonda qaynab chiqqan bir odam bo'lg'achqa buni biroz yaxshi tushunaman. Bu aslida aql dini emas, naql dini deyishda naql deganda nimani maqsad qilmoqchi? Degan vaqtida Qur'onni maqsad qilmoqchimi? Yoki boshqa bir maqsad qilgan narsa bormi deganning o'zini biz tasavvur qilishimiz lozim. Bu insonlar asla Qur'onni maqsad qilmaydi, chunki Qur'onni topolmaydi. Bayman degan o'xshash bu odamning o'zini Qur'ondan mayda o'g'riga jazoni belgilabdi Alloh taolo. Bulanchining jazosini topadi, hech qas topolmaydi. 1000 yil Qur'onni izlabmi topolmaydi bular. Chunki Qur'ondagi uning qarta prinsipini bilmaydi. Bilmagandan keyin u yerda uning qarta hukm topolmaydi. Misol, zinoxo qarta bir jazo borki, bosqinchi qarta jazoni topa Qur'onda bormi desa topolmaydi. Chunki uning qarta prinsipini bilmaydi ular. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, ular o prinsipni bilmagandan keyin u yerga naqlning o'zini ishlatadi. U naql nima desa, sharvaqoy hidoyat deymiz. Onundan keyin hozirgi zamondagi fiqh deydi. Onundan keyin arabning biminchi mollari va o mollaniki hikoyasini keldi, ashtaq yurib ashlarniki narsalardan naql qilib, naql degani ko'chirib akilib degan gap bu. Ashlarni aynan ko'chirib akilib, men mushu uniki narsa deb
haqqani tanglaydi. Misal. Bular devatqını o Kur'an'ın içindeki emas, çünkü Kur'an'ın içini tapamaydı, bunu tapamagandan keyin onu bilmeydi adatda. Bilmegandan keyin bu yer qanday qildisa, naql qilib boshqa bir mollaniki yoki o'tib ketgan, bundan 1000 yil burun o'tib ketgan insonlarni tuzab qo'ygan narsalardan ashuna o'zini meni mushu buniki javobi deb an akildi. Şoňa sizler bir adam bir molladan bir narsani so'raslar, asla Qur'onda mandaq debki demeydi. Ya falan hadisde mandaq depdi, ya ko'maydi falani o'zi fiqhida ya falani mazhabda an depdi, ya falan olim mandaq depdi. Sen nima deysan manga? Sen Qur'ondan tepman ashuna depbegina desa, hech qaysi uningga javob beramaydi. Chunki Qur'ondagi o alqi hukm chiqarish, Qur'ondagi shu prinsipga o narsani to'g'rilash orqali hukm chiqarish usulini bular o'rganmagan. Uning uchun uni bilmaydi odatda. Bunu odatda biz bilmaydik burun. Onun o'zini tatlaştırıp şunçilik o'zi qiyinchilikda uni erishdik. Abda shu arabcha bilgandigim bu qarindoshlarning o'zimi ash Qur'ondan shundaq narsalarni topgan vaqtida ashni belni bog'lasa, andagi Qur'onning o'zini to'g'ri tarjima qilish usulining o'zini o'rganish lozim buningda. Eng muhimi, buning o'zini biz kelar darsda bir qura shu yaxshilab to'xtalamiz. Shu vaqtda qarindoshlarning ichidan shu arabcha bildiganlari bu sohada menimcha foydalanib qoldi deb o'ylayman, chunki Qur'oni Karim bizga o'tirib qo'ygan, men mushunda qilsanglar siz to'g'ri narsa, to'g'ri bir hukmga bora olasizlar, to'g'ri yo'l tuta olasizlar deb bizga qoldirgan narsa bo'lgandan keyin, demak, shu intayin bir muhim narsa ashni bilishning o'zi. Shunga bu yerdagi narsa nima degan vaqtda meniki qilma o to'xtam so'zlab qo'ydim, bu naql dini emas, aql dini deb so'zlab qo'ydim-da. Bu nima degan vaqtda Qur'oni Karimdan boy deganga o'xshash bir narsaga hukm chiqarish kelsa, uniki aynan hukmini men Qur'onda mushtaq deb men tokkida manda bu yerdan oldi qo'ydigan bir hukmni hech kim topolmaydi. Bulanç to'g'riliq bir hukm topadi, hech kim topolmaydi. Shuning uchun uni naql qilib akiraydi, hech narsa yo'q. U naqli din deydisa, uning haqni u javobga erishtirolmaydi. Endi bu yer nima degan vaqtda Alloh taolo ashada shu Qur'onni tushunish, tushuntirish va uningda hukm chiqarish usulini o'z o'rgatib, andaki aqlingni ishiltinglar, tafakkur qiling deb ashada uning o'zini deydi bizga. Degan vaqtda bu nima chiqadi bu yerdan degan vaqtda shu Alloh taolo o'rgatgan usulni biz bilgandan keyin biz kallamizni ishiltib, bu atgan jamiyat bu atgan ishlarning o'zini shu Qur'oni Karimdagi shu usulga, shu prinsipga sog'an vaqtda xuddi qilib deymiz, endi kesak qo'shadigan bir qilib bor-ku. Shu qilib qo'xshash o prinsipning o'zi qo'limizda bo'lgandan keyin layni akib shu qilib sog'andan keyin u chiqadigan narsa kesak chiqadi. Xuddi shuning o'xshash bu qo'limizda bir qilib bo'lgan bo'ldi vaqtida. Palani masala ma dunyoda bo'ladiki, buning o'zini Qur'on qanday javob berdi degani Qur'ondagi shu masalani hal qilgan prinsipga shu masalani sog'andakinlar u yer javob aylan chiqadi. Men bu usulni o'rganish, bu alqi diniy sohadagi dinni o'qigan insonlarga bo'libmi? Hamda o'qimagan bo'lsa-mu, Qur'onning tarjimasini o'qigan insonlar bo'lsin, prinsipni tushunadigan insonlar bo'lsa, uningga o'zi nihoyat kerak, muhim bir narsa bu. Shuning uchun buni dalqi maxsus alomat arab tili bilib ketish emas, Qur'oni Karimni to'g'ri bir tarjima qilingan Qur'on bo'lsa, u vaqtda o insonlar uning o'zidan nurg'unlagan narsalarni nim qilib, jamiyatdagi nurg'un masalalarni o'zi shu Qur'ondagi shu prinsiplarga sep hal qila oladi odatda. Misol. Uning uchun bizniki bu yerda buni aslida oldida deb o'tgan yeri bor, va lekin unda tafsil deb o'tmadik. Ammo bu qatim buni tafsil qilib, ashuna inchik qilib, ashuna tayyorlikni yaxshi qilib ashunda qilsak, shu vaqtda inshaalloh bundan o'qiganlarmi, o'qimaganlarmi shu foydalanadigan bir holatni shakllantirayli degan o'y bor. Hozir bizniki bu Qur'ondan nazar programmamizni qilayotgan bilan bu yerdagi muhim nuqta nima degan vaqtda Qur'on bilan hamma narsani hal qilamiz deb uni uzun bo'lib davom qilib, ammo Qur'on bilan butun masalani biz so'zlayapmiz zaten, o masalalarni siyosat sohasida, iqtisod sohasida, jamiyat sohasida hammasini mushtaq qilsak to'g'ri bo'ldi deb so'zlayapmiz. Endi buni
insonlar texmbek ashuni qanday hal qilishni hal qiladigan chorasi yoki bo'lmaydi usulining o'zini texim yaxshi bilgan vaqtida mancha texima o'zi millatimizga foydali bo'ldi deb o'yladim. Shunga bu halqi usulni o'gitish, uni qoida tartibini o'gitish millatga texmbek foydali bo'ldi deb o'yladim-da. Hatto iymondan tortib Qur'onniki o'zini biz halqi iymon ibodat prinsip deb mushu ahkam prinsip deb mush to'rt xil bo'lib nim qilgan. Aslida tegi texni surish qilsak, Qur'on faqat prinsipni usti qurilgan bir kitob. Tavhid yana iymon shu prinsip ostida bo'ladi. Hamma narsa shu Alloh taolo qo'ygan prinsip bilan belgilanadigan narsa. Hamda shu prinsipni bilib olish, misol, u nihoyatda muhim bir narsa. Bu falsafiy bir nimaga to'g'ri keladi. Hamda falsafa desak, nurg'a odam hamma narsa falsafaga bog'lamsa deb o'ylab qoladi. U ilm, mantiq, falsafa hamma narsaga uyg'un keladigan, insonni qoyil qiladigan darajadagi bir bilim Qur'onda bor. Uning uchun u Qur'on o'zini kelqi Qur'onlik holatni Allohning so'zi ekanligini o'zini saqlab qola olgan bir kitob. Shuning uchun bu yerda qarindoshlarga biz mushsahada bir o'zimizni bilganni o'ttirib qo'yish, hattoki qarindoshlik boyagi deganga o'xshash biz shu diniy sohada yaxshi o'qigan qarindoshlar bo'lsa, shunday sohada bizga yordamchi bo'lsa, bizdagi ba'zi bir diyanmagan yerlarimiz bo'lib qolsa, kam bo'lib qolgan yoki xato ketib qolgan yerlarimiz bo'lib qolsa, bizga yordam qilishini ham umid qilamiz inshaalloh. Allah razı olsun ustaz. Yine birisi balığı ben Arapça anladım bu değil mi o gepni? El nakkalu kel bakkal deb bir gep var şu. Balığı Araplardan bab uygunuşu. Biz keşke kala kile degan mushu gap bilan ömrümüz o'tib ketibdi. Deb nurg'un program riyosatchilari bo'lsin, televizor kanallardagi bular hozir qaqshab qaytadan uyg'unish to'g'riliq so'zlayotgan uchun. Uyg'urlar bilan sili bizdilar emas, o'zbeklardan bor, bu turklardan bor, boshqa tildagi xalqlardan bor uchun Qur'on o'zlanish bu nimasi uchun yaxshi bir holat hamda. Albatta. İnşallah. O gaplar hamda bek alamat payz gaplar nima qilasizlar? Men 90-yillar o'qishni bitirib, ya 89da men o'qishni bitirishga 1 yil qolib qolgan vaqtda Kuchada Kerem Damollam deb bir kishi bor, Kerem Mavlud degan bir kishi bor edi. Kuchalik balla bo'lsa, shu ancha-muncha nima qilgan balla bo'lsa, anglaganda Pokistonda 30 yil turib, ko'zi ko'masib qolgancha kuchaga qaytib ketdi, kuchalik odamga. Aş adam bize yo'qlab borgan vaqtda sen tevib bo'lamsa yoki dori purish bo'lamsa deb shu savolni qo'ygancha. Biz o odam cho'ng odam bo'lganda gap qilmaydisak, ha shu dori purish bo'lim degina deb. Hozir siz degan gap shu. Baqqal bo'lamsa yoki nima dedilar, naqqalma? Naqqalu baqqalmi? Naqqal degan so'zning o'zi naqli qilib ishlatgan odam baqqalga o'xshash, 86 ga o'xshash bo'ladi degan gap hamdi. O nimada 86 aşkan adam, bir adam man qarmoş verdi. Ahmoş verdi. O qarmoş nemi payda qildi, ahmoş nemi payda qildi, zencevil nemi payda qildi, hech qanday uniki tarkibini bilmaydi. Bu dini olimlar 86 olmay öyle tevip yani milletniki qayra ağırvadı. Qayada qanday kesili var. O yani qanday qan davalıqlı oldu. Bunda oluş lazım yani. Onun için bu dinde okuyan adamlar dinde tədqiqatçı buluş lazım. Tədqiqatçı olan vaxtda o insana hazır milletki qandaq nəsli kerek oluvardı, millet qaysı sahatını buzulup gitivardı, qaysı sahada özünün yolunu toğru ep mağanmayıvardı misal adette. Biz qandaq bu milletniki şu tarafiga yardım qilish arqali milletimizin toğru yol yeteklememiz. Kallımızda bu nəsli oluş lazım. Biz ayet anda qısaq savab oldu, ayet manda qısaq savab oldu. Savabının yoğunu mu ayet hazır vaxtda? Şunun için biz elki aş Kerem Mevlin diyen gibi asla özü isimde çıkmaydı. Asla biz özü darı puruş bulmay, tevip buluşumuz lazım. Onda tumon tutup aslında beşin ağrıydıkken manasını yiysen, sen sakıydıkense,
Sen falan yerin mındak ağrıyırken sen manasını sugursan ya uya sakıydı dep uniki ağırgan yerin bilalaydigan şu yerge dava olduğun nesini biz tepbere alaydigan mındak halet şekilleniş lazım. Bu yer falan mezhep an depti, pustan mezhep man depti, falan Arap alımı an depti dep o hak diyen nesinin özünü biz öz bakkal olup onun özünü hakkı mındak dep beriş o bizniki ehli ilim boğallığımızdaki delil emez. Biz kuruk tercüman boğallığında ispatı bu. Onun için bu yerde İslam dini gapniki beşik kelsek İslam dini akıl dini mi, nakıl dini mi degan vaqtda asla nakıl dini emas. Qur'oni Karimda hech bir narsaning o'zini masalan boy degan 40-50 tal ahkam bor. Shuning o'zini naql qilib masalan bir xotinni er taloq qilayotgan bo'lsa qanday qildi degan vaqtda Qur'onda shu nimani qarta manda qildi deb uni yetkazishi mumkin. Ammo bir o'zi bulangchining o'zi bir odamni birisi bulab ketibdi, bulangchi qanday hukm bor degan vaqtda odamlar hech qanday narsa deb berolmaydi. Demek bu yerki narsa nima degan vaqtda Qur'onda yo'qlikni emas, Qur'ondagi shu prinsip sep uni hukmini chiqarib berolmayotgan bo'layotgan narsa. Şoňa biz u yerda nima degan vaqtda u yerda biz prinsipni sep uni hukmini chiqarish uchun nima ketadi desa aql ketadi. Uning uchun Qur'oni Karim aql dini. Aslan naql dini emas. Agar naql din desak, shu burunqi shu 1000 yil burunqi kitobdan naql qilib palani mazhab an debdi, pustani man deb shuniki gapini haqqa yetkazishdan boshqa, pochtkashlik qilishdan boshqa hech qanday narsa yaramaymiz degan gap. Shuning uchun bu yerda gapni uchun qilsak, ya'ni Qur'oni Karim aql dinidir, asla naql dini emas. Uning uchun Qur'oni Karim natijada aqlingni ishlatinglar, tafakkur qilinglar, oldi keyinni o'ylanglar deb natijada deylik, bir yerda emas, sanasak natija 100 yerda chiqadi bu narsa. Nimede bakkalı bakkalı kel bakkal degenin Uygurcasını ayt nauçı dep berdiler. Doğru puruşma 80 haltı mı yoki TV'p mi depçi? Ma Türkledi bir gap var. Nabzı göre şerbet depçi. Nabzını tutup bir insanın nabzını yoklaştıydı. Tumurunu tutup onun dinki şunun karta ma şerbetli için depçi. Aşını mı kıldı o? Şu doğrusunu mı kıldı? Yeni birisiga TV'p biz Uygurca'da TV'p diyenle bula hekim deydiçi. Bu hekim qanday narsa bo'ladi desa, to'g'ri hukm chiqaradigan ya kasallik qaratachi. Albatta. Hikmat degan shu-da. To'g'ri, hakim bo'lish kerak. Bu diniy olimlar hakim bo'lish kerak, ya'ni. Millatni taraqqiy qildiramiz, millatni saqlab qolamiz desak, hakim bo'lish kerak. Asla dori purish bo'lmaslik lozim. Baqqal bo'lmaslik lozim. 86 mı yoki TV'p mi degandek. Tamam. Ahmetcan kardeşim başka suallar baba? Yani olsa bir kısa tutuş planımız vardı. Bugün savap doğruluk yaxşı sözlep berdiler. Yani Kur'an-ı Kerim'ni yadlısa manda savap, onundan kin 1000 rekat namaz okusa anda savap, o bu degandek müşunda tuzaklarınki aqsı kirmey. Asas maksat onu kulumuzga alıp düşünüp okup şunundan to'g'ri hukm chiqarish bizni to'g'ri yerga apurdi degan yerga yekunlasak inshaalloh kelar soatlik darsda shu hikmatlarni qandoq o'rganamiz shu to'g'riliqini aqlimdan bir narsa kechib qoldi oxirida. Mening ham diqqatim chekkan narsa mana shu savob kalimasi ichida sharhlangan, izohlangan narsaningki insonga bevosita foydasi bo'lmaydigan nesi narsa ekanligi bek diqqat chekadi-ku. Buning qandoq bo'lib bu savob qandoq qachon tegadi degan narsa qiyomat kuni tegadi degan nimani olamizda hamda javob olamiz. Bu shuni Qur'on bunday demaydi. Qur'on bu dunyoda ham savob oldi. Bu dunyoda onun neticesini ko'rdi degan gapda.
Eğer O savap dünyada bo'ladigan savap bo'ladigan bir ish bo'lsa, uning cho'qim ikki dunyolik natijasi bo'lishi kerak ekan da. elbette, elbette. Tamam. Tamam, mening Biz aşağıdaki ahiret düşüncemizin hata olup kalkanlıkının var mı şu? Elbette. Bir işini hemmisini ahiretke apırıp takip edip ahiret diye şu o dünyada dep şu. Bu ahiret yine şu bu işten ahiri yaxşı çıkmaydı. Akıbeti diye manadan bağımlı şu. Onu Elbette. biz joylap aparıplam o dünya kalam kılıp etiklik şunun olanlam. Bu dünyada bir sahip almasak mı? Onun paydasını körmesek mi? Ya ki onun neticesini körmesek mi? Aşı dünyada körümüzde yine şu. Ümitine aşınğa bağlaydıgan gepemdi. Bular üçün ma aylık mançı min sabab deyin gepni yigüz üçün ulamı şu ayna düşündür değil mi şu? Doğru. Keler Meylem katımı dersimiz usul tefsir oluyor. Usulü tefsir. Yani Kur'an'da düşünüş metod edemde. Usulü tefsir Arapça oldu. Tefsir usulü. Ama Kur'an düşünüş usulü. tamam. Andamız kadarlı kırımdaşlar kişileri saatlik dersimizde bizning dünya ve ahiretlik bəxt saadetimizdeki planı, projesi bolğan bu Kur'an-ı Kerim muşunu qandaq düşünüş toğruluk, onun usulu toğruluk dersler buludu. Yani usulsuzluk degan bir gapni aytib ta'sir qilgan bir ustozniki. Men shuning bilan bu yo'lga kelgan. Qani biz kelar soatlik darsda ustozdan shu usullarni o'rganishga tirishimiz. Biz bilan birga darsni oxirigacha tinglab berganinglar uchun rahmat. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, boshqa qarindoshlarga tavsiya qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Rahmat ustoz, rahmat fidoyi qarindishimiz. Allohingizga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.